Bilasanmi, D vitamini bu shunchaki depressiyaga qarshi vitaminchi emas, balki suyaklaring uchun haqiqiy sement. U bo'lmasa skeleting yozgi hovlidagi eski darvozadek shilchil bo'lib ketadi. D vitamini kalsiy va fosforni so'rib olishga ichakni majburlaydi. U bo'lmasa sen sutni litr ichsang ham hammasi bevosita unitazga ketardi. D vitamini bilan esa kalsiy suyaklarga yetib boradi, ularni zijroq, qattiqroq va mustahkamroq qiladi. Agar u yetishmasa, osteoporoz, suyaklar pechenyadek mo'rt bo'lib qoladi. Oddiy yiqilib tushsang ham silib ketadi. Bolalarda raxit kasalligi bo'ladi, kattalarda esa uzluksiz sinishlar, bel og'rig'i va mushaklar kuchsizligi boshlanadi. Va bu shunchaki oddiy narsa emas. Son suyagi sinishidan o'lim darajasi 30-40% ga yetadi. Hamma bitta vitamin yetishmasligidan. Bundan tashqari D vitamini immunitet va gormonlarni ham boshqaradi. U bo'lmasa sen faqat kuchsiz emas, balki toliqib yurasan, kayfiyating yomon, o'zingni o'vida his qilasan. Normal darajada esa energiyang ko'tariladi, bo'g'imlar yengil harakatlanadi, mushaklar zo'riqishi ko'taradi. Xo'sh, D vitamini qayerda? Avvalo quyosh, undan keyin baliq, tuxum va jigarda. Maslahatim avval analiz topshirib keyin ol, ortiqchasi kerak emas. Aks holda kalsiy noto'g'ri joylarga yig'ilib qoladi. Ko'proq ma'lumot uchun Telegram kanalimga obuna bo'l.